yuqori pog'ona shuki, Allohning eng mahbub bandasi Rasuli akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Alloh taolo Qur'oni Karimda u kishini avvalgi va oxirgi gunohlari kechirilganligi, maqomi mahmudga sazovorliklari hammasini aytib qo'ygan. Lekin u zot nima deydilar? Nima deydilar sizmi? Allohga istig'for aytinglar. Men har kuni 100 marta Allohga istig'for aytaman deydilar. Bitta begunoh odam bo'lsa, zot bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vassalom ma'sum. Lekin shu zot ham kamida har kuni niyat bilan 100 marta istig'forni aytar ekanlar. Mana shu haqiqatlarni biz yaxshi bilishimiz kerak. Yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Ana bekorchi gaplardan, g'iyvatdan, chaqimchilikdan, behuda, har xil besavob narsalardan ko'ra tilimiz, dilimiz, vujudimiz istig'for bilan mashg'ul bo'lsa, qancha savob, qancha xayr, qancha baraka, qancha yuksaklik, qalb pokligi, Allohga yaqinlik. Mana shu narsalar hammasi bizning yodimizda turishi kerak. Albatta bularni bizga ustozlarimiz o'rgatgan. Bizda ustoz tutish, ustozni payg'ambar alayhisolatu vassalomning merosxo'ri deb bilish musulmon ummatining siymosidir. Agar ustoz kerak bo'lmasa, payg'ambar yubormasdi Alloh taolo. Shundoq Qur'oni Karimni tushirib, hammalaringizga aql berdim, ko'z berdim, quloq berdim, o'zlaringiz o'qib Qur'onga amal qilinglar desa haqqi bor edi. Yo'q, undoq qilmadi. Qur'onni payg'ambar alayhisalomga tushirdi. Payg'ambar alayhisalom qabul qilib olib, siz bilan biz ummatga yetkazdilar. Tilovat qilishini ham o'rgatdilar. Har bir harfni tilovatini, nutqini o'rgatdilar, ma'nosini o'rgatdilar va undan chiqadigan ahkomlarni, hukmlarni, bajariladigan amallarni ipidan ignasigacha o'rgatdilar. Sahobai kiromlarga, sahobalar tobiinlarga, tobiinlar tabi'a tobiinlarga shunaqa bo'lib silsila sanad kelmoqda. Sanad iymondandir deydi ulug'larimiz.